Umid aholisi yakunladik. Shahrixondamiz. Nihoyatda go'zal fason chiqardik. Alkafon fason qilib bu yerga necha kvadrat, qancha joyga necha kvadrat ketganini hozir hisoblab birlab chiqaramiz. Xudo xolisa bu joyimizga alkafon fason qildik. Nihoyatda go'zal chiqdi. Xudo xolisa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mana bu joyimiz 2 metrga 5 metr, tepasi ham 2 metrga 5 metr bo'lgan joyimiz. Mana bu chekidan oxirigacha bo'lgan joyimiz 18 metr. Mana bu tomonimiz 11 metrga ketgan oxirigacha dakansi. Bu plus nari tarafimiz bor, mana shu bir joyimiz. Shu joyimizga 100 kvadrat list ketdi. 13 million 500 ming so'mga bitdi bu joyimiz. Tanlovlar bo'lgan ekan, tanlovlari agar yo'q bo'lganda 65 mingdan qo'yib berardik. Shilifga kranshterlar kiradi. Buning ichiga nihoyatda go'zal fason chiqdi. O'zingizlar ko'rib bir donadan vaqtni gumullatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolisa. Pastki fason tomon usti. Mana bu joylarni ham o'rab berdik korpusga. Nihoyatda go'zal chiqdi, xudo xolisa. Endi mana bu tomonlar alkafon fason qildik. Mana bu katta kasetasini 0.4 ga hisoblab 0.4 qildik. O'sha vaqt ichida bir xil bo'lib ketdi. Nihoyatda go'zal fason chiqdi. Bir vaqtni gumullatib obuna bo'lib qo'yishlarini unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'ling.